Assalomu alaykum. YouTube kanalida Kia Buxoroni kuzatadigan hurmatli obunachilar. Bugun Kia Buxoro avtosalonidagi bo'layotgan yangiliklar, rassrochkalar va chegirmalar bilan tanishib o'tib ketamiz. Kia K3 modelimiz hozirgi vaqtda 4 ta pozitsiyadan iborat. Narxlari 220 milliondan to 299 million 936 million 900 mingdan 771 million 900 minggacha xohlagan turdagi Kia Sorento modelingizni o'z tannarxini bo'lib to'lashga, ya'ni rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin. Rassrochkalarimiz 30% boshlanish to'lovi orqali 1,5 yilga, 50% to'lab qolgan 2 yilga, 60% to'lab qolgan naqd 3 yilga o'z tannarxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Kia Sorento modelimiz ham xo'sh, 4 tala pozitsiyasi, 4 xohlagan rangingizda mavjud. Kelib bir kun ichida o'zingizga rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Keyingi modelimiz Kia Carens modeli. Kia Carens modelimiz ham 4 ta pozitsiyadan iborat. Narxlari 340 milliondan 450 milliongacha. Oilaviy, kam rasxodli, hamyonbop avtomashina qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizga Kia Carens modelini tavsiya etamiz. Chunki 1,5 atmosferli motor. Shaharning ichida rasxodi 6 litr, dalniyda 3,5-4 litrni rasxodni tashkil etadi. Kia Carens modelimiz oilaviy, o'z bag'riga 6 kishi, 7 kishini bemalol sig'diradi. Kia Carens modelimizni ham boshlang'ich 30% to'lab naqd 2 yilga, 50% to'lab 3 yilga, 60% to'lab 4 yilga o'z tannarxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Kia Seltos modelimizni hozirgi vaqtda siz 4 ta pozitsiyada xarid qilishingiz mumkin. Narxlari 400 milliondan 450 milliongacha. Xohlagan turdagi Kia Seltos modelimizni o'zini tannarxidan 15% dan 20% gacha naqdga chegirma orqali xarid qilsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasam rassrochkasini 30% to'lab 2 yilga, 50% to'lab 3 yilga, 60% to'lab 4 yilga, 60% dan ortiqrog'ini to'lov qilib naqd 5 yilga, ya'ni 60 oyga o'z tannarxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Kia Seltos modelimiz ham xohlagan paysangiz, xohlagan rangingizdan avtosalonimizda mavjud. Kelib o'z nomingizga rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Keyingi modelimiz Kia K5 modeli. Ko'pchilikni ko'nglini zabt etgan mashina hisoblanadi. 8 ta pozitsiyasi mavjud. Narxlari 380 milliondan 540 milliongacha. Kia K5 modelimizni aynan hozirda Vlad Auto City'dan xo'sh, o'z tannarxidan 10% dan 15% chegirmaga xarid qilishingiz mumkin. Bo'lmasam rassrochkalari 30% dan boshlab naqd 60% gacha, oylari esa 2 yildan 4 yilgacha, 5 yilgacha o'z tannarxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Kimgadir yana batafsilroq ma'lumot yoki grafiklar, boshlang'ich to'lov qancha ekanligi qiziq bo'lsa, ekranda qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqsangiz 24 ga 7 sizga grafiklarni, boshlang'ich to'lovlarini, barcha ma'lumotlarni aytib o'tishadi. Xo'sh, keyingi modelimiz Kia Sportage modeli. Kia Sportage modelimiz hozirgi vaqtda 5 ta pozitsiyadan iborat. Narxlari 455 milliondan 620 milliongacha. Kia Sportage modelimizni ham o'z tannarxini bo'lib to'lashga, ya'ni rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin. 30% dan boshlab 60% gacha to'lov qilasiz. Qolgani 1,5 yildan maksimum 3 yilgacha o'z tannarxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Kia Sportage modelimiz 2 atmosferli, 2,5 GDI motorlilar bo'ladi. Xo'sh, yoqilg'i turini tanlamaydi. Yana bitta Kia tanlashning plus tomoni yoqilg'i turini tanlamasligi, xo'sh, rasxodi kam ekanligi va rassrochka, ya'ni foizlarsiz bo'lib to'lashga xarid qilishingiz, bu sizga yana pluslarni olib keladi. Kia Carnival modelimiz aynan hozirda 3 ta pozitsiyadan iborat. Narxlari 625 milliondan 835 milliongacha. Kia Carnival modelimizni ham o'zining tannarxini bo'lib to'lashga naqd 36-48 oygacha xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lovingiz tanlagan muddatingizga qarab belgilab beriladi. O'zining tannarxini bo'lib to'lashingiz mumkin. Motor qismiga keladigan bo'lsak, 3,5 atmosferli motor hisoblanadi. Keyingi modelimiz Kia Sonet modeli. Kia Sonet modelimiz hozirda 5 ta pozitsiyadan iborat. Narxlari 199 million 900 mingdan 254 million 900 minggacha. 5 ta pozitsiyamiz ham xohlagan rangingizdan mavjud. Kelib o'z nomingizga rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Eng plusini aytib o'taman. Kia Sonet modelimizga barcha kutgan 50% to'lab naqd 36 oygacha o'zining tannarxini bo'lib to'lash rassrochkalari ochilgan. Aynan hozirda shu oyning oxirigacha kelib o'z nomingizga rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Kia Sonet modelimiz 1,5 atmosferli motor, 115 ot kuchiga ega. Hozirda eng ko'p tanlanayotgan avtomashina hisoblanadi. Xo'sh, Kia modellari yana qaysilaridir qiziqayotgan bo'lsangiz yoki biz video davomida aytib o'tmagan ma'lumotlarimiz bo'lsa, batafsilroq ma'lumotlarni yozib qoldirsangiz agar
menejerlarimiz sizga aloqaga chiqib batafsilroq ma'lumot berib o'tishadi. Bizning manzil har doimgidek Vlad Auto City'da joylashgan Kia Buxoro avtosaloni ertalabki 9:00 dan kechki soat 8:00 gacha dam olish kunlarisiz o'z ish faoliyatini davom ettiradi. Sizlarni Vlad Auto City'da joylashgan Kia Buxoro avtosalonida kutib qolamiz.